Sen badbashara odamni farzandisan. Sen bilan o'ynamaymiz. Sen bilan umuman o'ynamaymiz. Oyimni bunday deyishga haqqingiz yo'q. U dunyodagi eng go'zal ayol. Oyingni yuzidagi dog'lar xuddi itni tezagidek jirkanch. Qochdik. Oyimni haqoratlay ko'rmang. Xiaochen, nima bo'ldi? Ergo va uni do'stlari bilan endi o'ynamayman. Onang xunuk deyishgani uchunmi? Unday demang. Siz umuman xunukmassiz. Unda hammasi joyida. Boshqalarning gapi meni qiziqtirmaydi. Faqat sen oyingni xunuk deb hisoblamasang bo'lgani. Xo'pmi? Bu dog' yuzingizga qo'ngan kapalakka o'xshaydi. Siz dunyodagi eng go'zal ayolsiz. Sizni doim himoya qilaman. Xiaochenim. Zo'r o'g'ilsan-da. Bugun aylangani boramiz. Senga mazali taomlar olib beraman. Yaxshi. Xo'sh, nima yeysan? Go'sht. Juda soz. Oying istaganingni muhayyo qiladi. Qochib qol! Hamma qochsin! Tez! To'fon! Qochinglar! Tezroq! Qochinglar! Yugur! Xiaochen. 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 Xiaochen, qayerdasan? Qo'zingni och! Bolaginam, qayerdasan? To'xta! Qayerga? Nima qilyapsan? Shu toshqin tez kelganidan jasadlarni topib olmayapti. O'g'li Xiaochennni ham kuchli oqim olib ketgandir. Bo'lishi mumkin emas. Xiaochen o'lmagan. O'lmagan. Chanhua, Timoq, o'zingga kel. Xiaochen. Xiaochen. Otang meni allaqachon tashlab ketgan. Agar sen ham tashlab ketsang, onang qanday qilib yashaydi? Chanhua, Xiaochen endi qaytib kelmaydi. Yo'q. Kapalak. Xiaochen, qaytdingmi o'g'lim?